Mana 528 tali inkubatorimiz. Polniy avtomatik. Korpuslar sendwich paneldan bo'lgan. Tunika, ya'ni ichi ham tashi ham tunikadan bo'lgan. 220 volt ishlaydi. 300 watt tok sarf qiladi. Soatiga 150 watt tok sarf qiladi. O'chib yonishini hisobga olganda. Mana yashirlari, kompleksiyalar komplekt beriladi. Mana yashiri va kompleksiyasi alohida mana. Bu kompleksiyada 19 kun turadi, 20-kuni mana bunga olib qo'yiladi. Yashir. Kum otirish payti kelganda. Bir kun oldin. Mana 28 tali. Tunikada bo'lsa, Revolut Mongolia, Andijon viloyati Jalolqo'rg'on tumanida xazina 777 xazina inkubatori.